universal gravinkalari. Zavodidamiz. Sotildimi bu? Sotildi aka. Hozir mana barakasini qildik. Klientlarimiz qayerdan? Klientlarimiz Andijon. Bitta so'raymiz. Andijondan. Andijondanmi? Andijondan mana klientlar. Bo'zdanmi deysiz aka? Bo'zdan mana klientlarimiz kelib Andijonga mana zavodidan olib universal gravinkalarni olib ketishdi. Necha pul qilib berdi? Ya'ni narxini to'g'risi yurakka qo'l solishdi-da. Ha, Bitta o'zlaridan so'raydi, qanday solishdi bilmayman endi. yoqdimi axir? Bizga uyiga borib qoldik-da, qarang so'rasiz, uydan so'ragan. Top kelsizlar, adresini ancha-munchasi top kelolmaydi. Buyurib nasib qilsin, mana shu nomerlarga ekran описаниеdan qoldirib qo'yamiz. Nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Universal gravinka yetalab ham ketaverasiz. 2 million 400 ming so'm berishdi ular. 2 million 400 ming so'm. Qayinlarga ham aytib ko'rdi. Ha, ruchkalari ham bor mana yonlarida. 6,5 kilovatr eng full variantida. Eng fulli. Alyuminat modka. Alyuminat modka pastga tushdi. Andijon mana. Pastda o'tgan ishlar. Ana. Katta o'masin. Aloqaga chiqishaveradi.